أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Allohni qo'yib sizlarga na foyda va na ziyon keltira olmaydigan boshqa kishilarga, boshqalarga duo qilmanglar. Alloh taolo marhamat qiladi Yunus surasida. Duo nima? Duo bu ibodat. Duo bu suyanishlik. Duo bu so'rov. Duo nido. Duo so'z. Duo bu hamd sano maqtov. Duo avvalambor ibodat deb aytdik. Kishi duo qilishlik bilan o'zini duo qilinayotgan, so'ralayotgan tomonga faqirligini, muhtojligini, xorligini tan olishligi. Kishi Robbisiga duo qilar ekan, o'zini Allohning beradigan yaxshiliklariga muhtojligini, o'zini zaifligini va mana shu muhtoj bo'lib turgan narsasiga faqat Alloh subhanahu va taologina qodir ekanligini tan olishligi hamda duo bu iymonning cho'qqisi hisoblanadi. سبحانك ربنا لا نذل وأنت معزنا. سبحانك ربنا لا نهان وأنت مكرمنا. لا نضل وأنت هادينا. لا نحتار وأنت راشدنا. لا نهزم وأنت ناصرنا. إلهنا إلهنا نشكو إليك حالنا. كلما زاد عمرنا كثرت ذنوبنا. إلهنا إلهنا كلما زاد عمرنا كثرت ذنوبنا. ويل لنا ويل لنا. أما آن لنا أن نستحي من ربنا. أما ألهمنا الإسلام وإليه هدانا. أما بفضله قربنا إليه وأدنانا. أما بره في كل طرفة عين يغشانا. أما بره في كل طرفة عين يغشانا.